Assalomu alaykum do'stlar, Erkimda ingliz tili Instagram sahifasiga qaytib kelganingizni qizg'in qarshilayman. Bugungi bu qisqa videomizda biz ingliz tilidagi shu rasmda ko'rsatilgan 5 xil aqliyat so'zini Uyg'urcha qanday deymiz shuni o'rganamiz. Number 1, horses for courses. Sözümüz tercüme qilsak albatta bu beygi uchun atlar, beygi musobaqalari uchun yaratilgan atlar degandek ma'ni ifodalaydi, ammo bu nima degan gap Uyg'ur tilida bo'lsa, bu xuddi oltin numu zaga so'qsin, har ishning o'zining ipi va qushqosh bo'lsin-mu, qassob o'ltarsin degandek mushundaq bizning chiroyli gaplarimizga mos keldi. Masalan, bir jumla ichida ko'rsak, it is horses for courses and it's a rational approach desak, bu haqiqatan bir oltin numu zaga so'qsin degandek gap bo'ldi. Bu haqiqiy bir oqilona uslub bo'ldi, oqilona tanlash, oqilona chora bo'ldi degan ma'ni ifodalaydi. Number 2, why have a dog and bark yourself? Why have a dog and bark yourself? Nimishqa ishtiba turib sen qavaysan degan so'z, ama so'z tarjima qilsak nima degan gap deganda biz o'zimiz deydigan mushtaq sharoiti bor turib, o'zingda yoki atrofingda muhit sharoit bor turib, nimanchalar o'zingni furtib yoki avvar bo'lib boshqacha ortiqcha bu ortiqcha bir xil bedellarni to'laysan degan gap. Shundaq ahvolasida jiq gaplarni qilib ifodalagan, tushuntirgan o'rniga why have a dog and bark yourself deb shu bir jumlani ishlatsangiz tilingizning ifodalash kuchini oshirdi, gapingizning qoyil qilalik darajasini oshirdi degan gap. Number 3, if you pay peanuts you get monkeys. Endi bu jumlani so'zma-so'z tarjima qilsangiz hech bir ma'nosi chiqmaydi, ammo bu nima degan gap degan chog'da biz deydigan agar muvofiq bedel to'lamasangiz, loyiqida bedel to'lamasangiz, siz erishmoqchi bo'lgan unumga erishamaysiz yoki shu xil mulozimatga, shu xil natijaga erishamaysiz degan gap. Masalan, bizda deydigan gaplar bor, baganga tushlik qildigan ish yoki bo'lmasa, nayt chiroyli bir jumlamiz bor, azon go'shtining sho'rpisi yo'q degan mushkil ahvollarning hammasiga if you pay peanuts you get monkeys desangiz, naytmi chiroyli ifodalangan bir jumla bo'ldi. Barliq o'zingizning demoqchi bo'lgan, jiq tushuntirmoqchi bo'lgan gaplaringizni hammasini chaqlab bilan chaqqon qilib, nayt unumli qilib o'sha bir jumlada gavlandirib bergan bo'ldi degan gap. Number 4, if you fly with the crows, you get shot with the crows. Bu cümleni ben bundan burunqi ingliz tili videolarimdan birisida deb bo'lgandek ismda bor. Yamonga yo'liqsang yarisi, qozonga yo'liqsang qarisi yoki bo'lmasa qog' bilan aralashsang yeyishing nijosat degandek, shundaq o'zingiz kishilik turmushda, kunlik hayotda atrofingizga odamlarga, keldi qildigan odamlarga, shaxsiy turmushingizdagi, muhitingizdagi insonlarga nayt diqqat qiling, do'stni tanlab tuting degan ma'ni ifodalaydi. Rasmda ko'rsatilgan eng oxirgi bu ifodalash shakli bo'lsa, let's cross that bridge when we come to it. Bu rasmda bir qiz bilan bir o'g'il yo'lda men o'tibdi, shundaq agri bugri yo'lda men o'tibdi. Qarasa jiroq yerda bir ko'rik bor ekan, ko'rikning tepsida bir o'küz bor deb qildi. Bular o'sha ko'rik kelmay turib, shu jiroq yerga ko'rikni ko'rib, o qara yerda biz ko'rikdan o'tmoqchidik, ammo ko'rikning ustida bir to'sog'i bor ekan, qanday qilamiz, qanday qilsak bo'lar deb urib faryod chekib, kamigan tiqib bo'lmagan ishlarga ziyoda zehnini sarf qilsa, uning hech qanday bir ahamiyati yo'q. Balkim bular o'sha ko'rikni oldiga kelgan chog'da u o'küz u yerda turmasdan, u to'sog'i u yerdan ketib qolishi mumkin. O'ylamagan yerdan degan gap, shu boshqa kelgan ko'raylik, bular bir gap, qani shu kun kapaqsin, shu ish kapaqsin degan gap. Unda bo'lsa bugungi qisqagina bu ingliz tili o'rganishimiz mushakchi bo'lsin. Kelaqidagi videolarimiz ko'rishaylik. Xayr xo'sh.